Mana bu uchastkani ko'ring, sizga yoqib qolishi aniq. 5 sotuv yer maydoniga shunaqa chiroyli planirovkada qilingan fasadlari, mana shunaqa original traventindan qilingan. Bugun sizga bitta xonadon tayyorlaganman. Egalari srochni sotishayotgan ekan, chetga ketishligi sababli. Vaqti chiroyli narxlarga qilib berishyapti. Bitta chiroyli kolonnalari bilan original traventin toshidan qilingan. Uyimizga ikki tomonlama kiriladi, korosili chiroyli qilib qilingan. Hozir mana darvoza xonasiga kirganimizda bitta mashina, ikkita, uchta mashina uchun joy bor. Tak, korosili sokollari granit toshlardan qilingan. Hop, orqa tomonga devor tortib beriladi. Bu tomonda asosiy binoga kirish oshxona qismi bu tomonda bo'lsa, ichkaridan ham ko'rsataman. Korosili oldi fasadlarini o'zligi uchun juda ham sifat bilan qurilgan. Katta hovlisini ko'rsanglar bo'ladi. Tak, bu tomonda mana to'sinlarga ham e'tibor berasizlar. Rossiyskiy sosnalardan foydalanilgan. Uyimizni to'liq video obzorini hozir ko'ramiz. Tak, elektrический simlari tashalgan. Bu tomondan podvolini anaqa joyini ko'rsanglar bo'ladi. Tak, bu tomonda tambur qilingan. To'pli porshlankalari tashalib, ustidan stashkalari qilinganligini ko'rishingiz mumkin. Kirganimizda katta hol, o'ng tomondan bizda kattagina zali bo'ladi. Ancha-muncha mehmonlarni kutib olsanglar bo'ladi. Xo'p, uyimiz hali oxiriga yetmadi. Juda ham ko'p narsalarni ko'rasizlar bu uyda. Planimda lekin haqiqatan zo'r qilib, bu tomonda ota-onalar xonasi, kuyov tomonga qaragan romlari. O'zining ichida garderobni ikki chetdan va bu tomonda sanuzellar bo'ladi. Shlanka sanuzellari, kanalizatsiyalarni ulab qo'yilgan. Xo'p, ancha-muncha ishlari bitirilgan. Padoboy shpaklovka tayyorlab qo'yilgan. Birinchi etaj uchun umumiy sanuzellar bo'ladi. Bu tomonda hol. Mana bu yerda asosiy binoga kirib kelsangiz bo'ladi, hovli orqali. Tak, bu yerda oshxonasi, razdvijnoy eshiklari ko'rasizlar. Xo'p, bu uyimizda 5 sotuv yer maydoni 20 ga 25 joyga qurilgan, podvali selli bo'ladi. Tak, tushganda katta joy va bitta 8 ga 5 o'ng tomonda xonasi va bu yoq tomonda kichkina xonalarga bo'lingan xonasini ko'rishingiz mumkin. Ularda ham ancha-muncha ishlar qilib qo'yilgan. Ikkinchi etajga chiqqanimizda shunaqa katta xonasi bo'ladi. Hol. Bu yoqda ham devor tortiladigan bo'lsa, yana bitta detskiy xona bo'ladi. Bu tomonda navbatdagi bolalar xonasi, bu yana bitta navbatdagi bolalar xonasi bo'ladi. Xo'sh, bu yerda umumiy sanuzelni ko'rasizlar. Kattagina yon ichida ham xona bor ekan. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin sanuzel juda katta ekan. Xo'p, bu yoqda ota-onalarimiz uchun ota-onalar xonasi. Video yoqqan bo'lsa, bitta videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Videomiz davom etadi. Tak, bu yoqda umumiy sanuzel. Tak, bu joyimizda yangi 16 yillik Bunyodkor mahallasi, shunaqa ishga qurilgan xonadonimizni $265 ming evaziga xarid qilsangiz bo'ladi.